Seni yomon ko'rishlarining haqiqiy sabablari. Senga taqlid qilishadi. Ich-ichidan seni tan olishgani uchun. Senga qo'pol gapirishadi. Aslida hasad qilgani uchun. Orqangdan gapirishadi. Yoningda jur'ati yetmagani uchun. Seni maqtashmaydi. Yutuqlaring ularga o'zlarining omadsizligini eslatgani uchun. O'tmishingni titkilashadi. Bugungi muvaffaqiyatingga qarshi boshqa qurol topa olishmagani uchun. Seni kuzatishadi. Qachon xato qilishingni kutgani uchun. Seni kibrda ayblashadi. Endi ularning manipulyatsiyalariga uchmayotganing uchun. Yana shunga o'xshash postlar chiqarishligim uchun like bosib, obuna bo'lib, kommentga o'z fikringizni qoldiring. Rahmat, salomat bo'ling. Yana uchrashguncha.